Assalomu alaykum hurmatli Instagram, YouTube kuzatuvchi aziz aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, sog' salomat, yaxshi o'tsinlarmi. Xo'sh, bugun haftaning juma kuniga Sergeli mashina bozoridamiz. Bir akamiz 23-yilda ishlab chiqarilgan bor yo'g'i 10 ming yurgan bir Gentra'larni olib keldilar, shuni sotib berishga yordam bering deb. Bu mashinamiz 2023 o'rtoqlar 10 ming probegda. Rangi qora, ABS, luk, abagrev hamma narsasi bor. Bunga qilingan 4 ta pachka balon. Xo'sh, pult, video registrator bo'lib. Qolgan joyi zavod holatda turibdi. Bamperlargacha radnoy. Xo'sh, mashinamiz holati juda zo'r. Xo'sh, bu mashinani egalari 15,5 ming so'rab turibdilar. Yana kelishtirib beradilar. Xo'sh, shunaqa sotiladigan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar aloqa qilsanglar, sotib ham beramiz. Yaxshi narxlarga sotib ham olamiz o'rtoqlar. Biz har kuni bozordamiz. Shu mashinani hozir qisqacha obzorini qilamiz o'rtoqlar. Kraskalar toza, shunda почти zavod holat. Xo'sh. Endi Sarafanda turibdi mashinamiz, Toshkent shahar mashinasi. Holati juda zo'r. Kuzov texpasportlari ham 23 o'rtoqlar. Shunaqa mashinalar kimga kerak bo'lsa, aloqalarga chiqinglar. Shunaqa mashina qidirgan tanish-bilishlar tashab qo'yinglar. Like, podpiskalarni ayramanglar. Sotiladigan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar sotib ham olaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.